Assalomu alaykum hurmatli YouTube foydalanuvchilari. 4-sinf ona tili qaratqich kelishligi mavzusidan 26-mashq uyga vazifani ko'ramiz. Uyga vazifa shartida kitob, soat, mehnat, qish so'zlariga mos qaratqich kelishligidagi otlar tanlab, so'z birikmalarini hosil qiling va gaplar tuzing deb sharti berilyapti. Qaratqich kelishligi bilamizki, qaratqich kelishidagi otlar kimning, nimaning, qayerning so'roqlariga javob bo'ladi. So'z birikmasi hosil qilamiz. Kitobning sahifasi, soatning batareykasi, mehnatning rohati, qishning sovug'i. Mana shu hosil qilgan so'z birikmalarimizdan gaplar tuzamiz. Masalan, Abdulla kitobning 20-sahifasini o'qib tugatdi. 20 ni sizlar harf bilan yozishlaring mumkin. Nodir to'xtab qolgan soatning batareykasini almashtirdi. 3-gapimiz Qumri xola qilgan mehnatlarining rohatini ko'rdi. 4-gapimiz ba'zi qushlar qishning sovug'idan qo'rqib, issiq o'lkalarga uchib ketadilar. Bu sizlarga namuna uchun berilgan. Buni xohlasangiz buni o'zgartirib boshqa gaplar ham tuzib yozishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.